Assalomu alaykum hammaga. Hammaga salom. Bizning aziz kuzatuvchilarimiz, bu keyingi bizning vlogimiz. Bugun biz oilaviy bir ikkita mayda chudalar bozorda kerak bo'ladigan narsalar spiskasi ko'payib qopti. Hozir o'shalarni xarid qilishga oting bozor degan joyga ketyapmiz. Shunaqa kuzatishda davom etinglar. Juda ham qiziqarli vlog bo'ladi. Mana ipodromga yetib keldik. O'rtadagi yo'lni sizlarga ko'rsatish shart emas. Bilasizlar, probkada keyin baribir yetib kelish, probka paytiga duch kelib qoldik. Mayli, lekin mana bozorga keldik. Hozir endi o'sha o'zimizga kerakli mayda chudalarni olamiz. Ko'cha issiqligidan mashinada konditsioner yoqsa ham bilinmadi. Basha mana Aziz hozir aytdi, avgust oyida Shunaqa bo'lar ekan ob-havo. issiq bo'lar ekan. Mayli. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Otang bozor, onang bozorda. Bozorga keldik. Bir ikkita narsalar kerak edi. Hozir o'shalarni qaraymiz. Ana biz hozir hali choy ichmagandik, o'shaning uchun nimadir olmoqchimiz. Mana shu sertechko bulочкani rosa yaxshi ko'raman. Biz ko'ramiz, nima olamiz. Bu tvorожный bo'lsa kerak, qo'riqli. Hatto garsalari ham bor ekan. Hozir qarab yuribmiz. Chiroy tasvirlar chiqibdi. O'zgartirishni. Hozir har xilini ko'ryapmiz. O'zimizga hali ma'qul kelgani yo'q. O'rtasi mana shu. Bu jo'ski. Men buni masalan bermayman. Men bo'lamayman. Ha, bu bo'lamaydi. Xullas, rosa asabiylashaman. Bilasizmi? Ana ko'p aylanolmayman bozorda. Shunaqa odatim bor. Tez ishim bitsa, lekin yaxshi sifatli o'zimiz qo'limiz qolgan narsani topish uchun majburmiz shunaqa ko'p yurishga. Menimcha bu hammani eng bolячка nuqtasi, ya'ni tez olib, tez ketsa-da hamma. Tayyor tursa-da, mana bozordan tepaga bunday chiqsa-da, mana san narsalarni bunday terib olib Yoqadigan narsa. Ayniqsa issiqda. No mayli, zato kerakli narsalarni olamiz. Biz hozir o'zimizning studiya xonamizga parda qaramamiz. Ko'pchilik so'raydi. Bitta xonada ko'p syomka qilamiz-ku, aynan o'sha xona bizning syomka qiladigan xonamiz. Shu parda qidirib yuribmiz. Chiroylilari bor ekan. Bizga hozir mana shu jigarini yoqyapti. Mana shuni ko'rasiz. Bo'ldi, qilib beraman. Ketdi. Nima deyapti? Shuni ivory rangidan olamiz. Pardaning ichiga shuni ivory setini olamiz. Rangini. Tashqarisi boshqacha bo'ladi. Tayyor bo'lganini ko'rasizlar, hali ko'rsatamiz. Mana biz narsalarimizni oldik, почти oldik. Bozor ham tarqatyapti o'sha. Mana asal. Mana asal. Ko'ramiz. Oldik, почти hamma narsa. Menimcha oldik. Narsalarimizni oldik. Mashinaga ketyapmiz. Endi qancha kerakli yukka og'iri yo'q. Ha, bizning ishlarimiz bu. Zo'rdi. Xariddan keyingi eng yoqimli jarayon bo'lsa kerak bu. Ha. Mana shuncha narsalar olyapmiz. Asal. Hozir mashina keladi shu yerga. Joylaymiz narsalarni. Мы хорошо потрудились. Dahshat. Lekin почти 2-3 ta magazinda bitirdik ishimizni. Xudoga shukr. Ana yurmadik yo'ldan beqarib. Da. Shu eng sifatli hamyonbop joyini topdik, o'sha yerda ishimizni bitirib chiqib ketdik. To'g'ri. Shunaqa endi mashinani kutib turibmiz. Hozir kelsa joylashtirib tashlaymiz va ketdik. Mana mashina keldi. Hozir endi narsalarni joylashtiramiz. Sizga joylashtiramiz. Mana.
Bismillah. Ketdik. Ura. Ketdik. Mana hozir olgan narsalarimizni endi o'zini ishini ustasi tikuvchiga berishga kelyapmiz. O'zimizda bitta opa bor, tanish, shularga beramiz. Olingan narsalarni tikishli joylar bor, tiklanib turishga. Ketdik. Maqmoqchisan? Bilmayman. Shu omadimizni demoqchiman edi. Qara, yo mama zelyoniy, yo mama jo'jo'chi. Mana biza. Ana aziz kuzatuvchilarimiz, biz uyga kelib oldik va nihoyat issiqlardan, bozorlardan kerakli narsalarni oldik. Keyinchalik bu narsalarni sizlarga raspakovka qilib ko'rsatamiz yoki уже tayyor holatida ko'rsatamiz. Videolarimizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun har kuni erinmasdan vloglar olamiz. O'shaning uchun aktiv bo'linglar, podpisatsiya qilinglar, layklar bosinglar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.